Koreya mahsuloti jahon xalqaro standartlarini sertifikatini olgan. Korobkachasiga qarasangiz GMP standartlariga ham ega. Bu nafaqat Koreyani sertifikatlarini, butun jahon xalqaro sertifikatlarni ham olgan. Ya'ni butun dunyo bo'yicha ko'pchilikning sevgisini qozongan preparatlardan biri. Grija, bo'g'inlar og'rig'i, suyak yemirilishi, ya'ni artroz kasalliklarini davosi. Endi ko'pchilikka ma'lum, suyak yemirilishi qancha shifokorlarga bormay ham uni davolash juda ham qiyin bo'lgan proseslardan biri. Umid bilan aptekalarga borasiz, dorilar xarid qilasiz yoki doktorga borasiz, lekin baribir oyog'ingiz og'rib yuradi. Endi bu artroz, osteoartroz bu shunday kasallikki, suyak strukturasini sekin asta buzilib, kuchli og'riqlar beradigan kasallik. Va artrit formasida kelib, yoshi kattalarga va vesi ortiqcha insonlarda ham ko'p uchraydi. Ya'ni semiz bo'lgan insonlarda ham juda ham ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. Yoshlarda ham hozir ko'p uchrab turadi bu kasallik. Buni davolash uchun hayot tarzini tezda o'zgartirish kerak bo'ladi. Semiz bo'lsangiz, sразу ozish kerak bo'ladi. Fizический упражнениyalar qilish kerak, fizioterapiyalar qilish kerak va biodobavkalar ichish kerak. Doridan ko'ra, masalan, og'riqni olish uchun dorilar ichasiz aptekadan borib, lekin dori sizni suyaklaringizga qandaydir vaqtinchalik ta'sir qilib og'riqni olishi mumkin. Lekin jigaringizga zarar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biodobavkani hozir hamma biladi, biologik